Xo'p, do'stlar, 12 yillik bepushtlik bemor Samarqand viloyatidan. Bemorda juda ham yaxshi, morfologiyasi yaxshi spermatozoidlar topildi. Bemor 12 yilgacha nima tekshiruvlardan o'tgan, qayerlarga borgan, hozir o'zidan bitta so'raymiz. O'zini hushida bemor, hech qanday og'riqlar yo'q. Aka, qandaysiz? Og'riqlar yo'qmi? Yaxshi. O'z hushingizda ko'rib yotibsiz, to'g'rimi? Ha. Hozir nima bo'ldi? Urug'lar chiqdimi? Yaxshi chiqdi. Nimalar deyishuvdi sizga aka shu paytgacha? Borgan joylaringiz nimalar edi? Qayerda ko'rdingiz bizni? Instagramda ko'rib keldim sizlar. Instagramda ko'rdingiz, ha? Yaxshi urug'lar chiqdi. Aha. Bo'lmagan joyim qolmadi. Nima deyishdi sizga shu bo'lmagan joylarda? Aytdingiz, donor ham qildi, boshqa ham qildi deb, biroq urug'ini qo'ydi. Ha, bo'lmaydi. Foydasi yo'q deganlar ko'p bo'ldi. Hozirda o'z ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Nechtacha spermatozoid ko'rsatdik kamida? 15-20 ta. Eng kamida 15-20 ta